Mevalarning nafas yo'llariga ta'sirini bilasizmi? Keling bularni ko'rib chiqamiz. Apelsin, mandarin, kivi va limonlar C vitaminiga boy bo'lib, yallig'lanishga qarshi, ya'ni shamollash, turli xil infeksion kasalliklarni davolashda va oldini olishda samarali yordam beradi. Olma astma va allergiyadan himoya qilishda foydali. Anor yallig'lanishlarni kamaytiruvchi antioksidantlarga boy. Nafas yo'llarini yallig'lanishi va balg'am kamaytiruvchi xususiyati bor. Qulupnay, malina, ko'k rezavorlar antioksidant, C vitamin va flavonoidlarga boy. Nafas yo'llarini elastikligini oshiradi va nafas yo'llarini tozalashda katta rol o'ynaydi. Ananas tarkibida bromelain enzimi bo'lib, bu yallig'lanishga qarshi va balg'amni yaxshi ko'chirib beradi. Nafas yo'llarini tozalab, yengil nafas olishga yordam beradi. Banan tarkibida kaliy va boshqa mikroelementlarga boy. Nafas olish mushaklarini bo'shashtiradi. Buning natijasida nafas olishni qo'llab-quvvatlaydi. Shunday qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.